Bir Urgutga borganimda bir qora aka domla aytdilarki, Xudo rahmat qilsin, o'tib ketdilar shu qora akamiz ham. O'g'lim dedilar, 40 mingta istig'for ayting dedilar. U bizga berib qo'ygan juda ham ko'p ne'matlarni uje shukronasini qilishimiz kerak ancha. Biz hali shuni shukrini qilmasdan turib yana so'raverishdan avval odam sal uyalish kerakda, istig'for aytib tavba qilib, keyin so'rang sal chiroyliroq bo'ladi o'shanda dedilar. Istig'for aytaverdik, to'xtamadik. Hozirgacha aytamiz istig'fori hammasini alhamdulillah. Hozirgacha aytamiz. Olamlar Robbisiga hamdlar bo'lsin. Siz men degan kapitalizmni cho'qqisi bo'lgan Amerikada borib davolanmaysizmi eng qimmat klinikasida? Xudo bermasa hech gap emas ekan. Alhamdulillah, sabr qildik, Alloh berdi. Maryam xonimni berdi jonimni, asal qizimni.